Assalamu alaikum wa rahmatullahi ve berekatuh. Hürmetli qarindoshlar. Allohning güzel salamı, rahmeti hemmamizga bo'lsin. Bugun 6 ayning 3 kuni har biringlar bilan jiddiy shaklda bir programma ishlashni loyiq ko'rdim. Chunki jiddiy shaklda kelgan ijtimoiy uchur vositalaridagi uchurlar asoslanib, ya'ni İstanbul'daki Xitay konsulxonasining 3 yoki 4 iyun kuni İstanbul o'qiyotgan o'quvchilar uyushmasi orqali chiqqan o'qituvchida Uyg'ur o'quvchilarga iftorlik berishni planlayotganligidek bir uchurga ega bo'ldik. Bu uchurda İstanbul'daki Beşiktaş rayonidagi Shangri-La degan bir tunga oshxonasimiz, ya'ni burungi yotoqni o'zgartgan bir oshxona, restoran shaklidagi bir o'rinda Uyg'ur o'quvchilarga maktab degan ham mukofotlash, yemchuk qilish, ya'ni mukofotni yemchuk qilib turib iftorlik beramiz sizlarga degan shaklda u yerga chaqirib iftorlik berganda demoqchi bo'lganligidek bir uchurga ega bo'ldik. Bu uchur ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqalib, g'ulg'ula qo'zg'aldi. Yana Xitoy tajovuzlarining yana bir qanday hiyla-mikrlar orqali bizning shu o'quvchilarimizni aldab bu suiiste'mol qilayotganligidek, ya'ni vatanda bo'lsa ularning ota-onalarini, ularning o'zlarini rejimga ilib, ba'zi o'quvchilarni hattoki vatanga akirib ketib, shu yerda turmalarga, lagerlarda turayotganligidek haqiqat to'simi bugungi vatanda xalqimiz ro'za tutishga imkoniyati bo'lmayotgan bir sharoitda bu Xitoy tajovuzlarining Ramazonni destek qilib turib, iftorni bir suiiste'mol qilib, bu yerda o'quvchilarni yig'ib nima qilmoqchi, ya'ni xalqaroga yoki turk matbuotlariga nima demoqchi, bunda nima orqali nima maqsadga yetmoqchi degan narsalar hammamizning kallasida savol paydo qiladi qarindoshlar. Hamda Xitoy tajovuzlari o'tganda yaqinda bir hafta bo'ldimi? Anqaradagi Urumchi restorani degan restoranda Anqaradagi Xitoy bosh elchixonasi tarafidan o'rlashtirilgan bir ziyofatda Erkin Asiya radiosida oshkorlangandan keyin buning qarta Germaniyadagi mustaqil faoliyatchi Bo'g'ra o'g'li tarafidan buning radiya berilgan ko'rinishni har biri bilan o'rtoqlashgandik. Hamda bu 3 iyun yoki 4 iyun degan nimba ba'zilar deydi bugun kechki iftorga shu yerga o'rlashtirildi degan nimba. Qanday bo'lsa Xitoyning bu o'rlashtirishidagi maqsad nima? Anondan keyin hozir yangidan yana vatandagi ma'li soqchilarining yana Turkiyada bo'lsin, mayli muajiratlik Uyg'urlarga ayrim telefon qilib yoki bo'lmasa undidar digitalni ko'rish orqali yoki bo'lmasa lagerda tarbiyalanayotgan tuqqanlarni maxsus ekranli kompyuterlik ekranda maxsus kameralar va qarshi tarafni kameraga alaydigan so'zlik uchunmi lagerdan chiqqan tuqqanni kameraga ilib naq xotira qoldiradigan uyda bular bilan ko'rishtirayotganligini, ular uchun yaxshi bir o'g'inish fursati berayotganligidek sirtki tuqqanlarni yag'an emlash vaskini so'rab ularni aldayotganligidek bir uchurlarni anglayotimiz qarindoshlar. Demak, nima deganda Xitoy Sharq Turkistondagi bo'layotgan zulmga nisbatan muajiratdagi qarindoshlarining umumiy shaklda harakatga o'tib, umumiy shaklda mayli hozirgi Facebook qarab boqili, WhatsApp qarab boqili, mushu qanday qilamiz, Xitoy tajovuzlarini qanday fosh qilamiz, uning zulmini qanday fosh qilamiz degan shaklda mayli namoyishlar bo'lsin, mayli har xil shakldagi axborot nimalar bo'lsin, imzo to'plash bo'lsin, xalqaro matbuotlarda Sharq Turkiston masalasining kun tartibga kelishi bo'lsin, bu shaklda
Her xil tillarda, Uyg'urcha va yoki boshqa davlatning o'g'illiq tillarida bu matbuotlarga kelayotganligidek Xitoyga bir axborot vositalarida xalqarodan bir aniq bir besim bo'layotganligidek haqiqatda Xitoylarni qanaqa qiladi deganda bir xil yumshoq vositani tanlab bu yerdagi tuqqanlarga yana sening o'zingning turishliq yana boshqadan egallash ya'ni turishliq yering yeşil pasportini yoki lukasini chiqarib bergan kopiyasini avatgan to'y xatini avatgan ishlaydigan idora organlarining nimasini avatgan rasmini avatgan balaning nimasini oila tushgan rasmini avatgan degandek shaklda bu narsalarni shu talab qilayotganligi boshqadan arxivni tashkillash bilan eleverish bilan birga uchurini to'plab olgandan keyin anandiki uni qo'l soladi. Bu uçurlarını beğenmeyle. O tukallarımız ya amansız onu deydi o. Onu değil mi sorusun evet beğenmeyle. Ben de yok de ya evet vereye ögün bire ya ki bu konuya tükenede tapanma vatıma diyende bir bana sevap böyle kendi süre versek mi buludu. Bir vasıtalığı ziyan kep kalmasın de bek kokkan bolsa. Ama kandal olmasın kıyrandaşlar. Uyadık tukallarımız görüydü. Xitoy qanday qilamiz qilib yetadi. Uning uchun bu yerdagi bizni yemchiq qilib, voy seni anday qilib yetaman, bunday yaxshi qilib yetaman yoki bo'lmasa propoz qilib senan o'tdagizib yetaman, qilib yetaman, ko'p qilib yetaman degan gapdan hammasiga ha deb qo'ysan bo'ladi. U bekbek qo'qib ketgidek, bekbekni qo'yib ketgidek ish yo'q qarindoshlar. Uning uchun Xitoy har xil shaklda shu nima qiladi? Xitoyning butun qila oladigan shu yili mikr adam aldaydi, undan boshqa shu yo'q. Qila oladigan shu adam aldaydi, yolg'onchilik qiladi, jambi qilayotgan Xitoy bu. Yolg'onchi dunyoni xalqarani onu aldaydi, bunu aldaydi, onu qilib, bunu qiladi. Aldab, kazzaplik qiladi shu yili mikr. Voy kelsan mukofot berim deydi. Bir 4-5 ming dollarni mablag' qilib soladi bir 5-6 birinchidan 3-gacha. O'y balonni yoki yig'ilib olgandan keyin qaranglar, aytiga boradigan qarindoshlarimizga, Uyg'ur qarindoshlarimizga shuni deb qo'yaylik. Mayli ishibdog'i bering. Uning ichidagi sizning qarindoshlaringiz oshkorlab etmasa, o rasmni Xitoy o'zi oshkorlab etadi. Xitoy o'zi qasddan oshkorlaydi. Ya'ni Anqarada bo'lgan u niminimi Xitoyning o'zining undidor orqali vatan ichida tarqatdi o rasmni. Aşı Ürümçi restoranda tushgan hamma odamning rasmini Xitoy o'zining qo'li bilan aşı vatan ichida tarqatdi. Vatan ichidan undidordan chiqqan rasm endi bizning qo'limizga tushdi qarindoshlar. Buning uchun bu yerdagi Xitoy bizni qilmaydi, oshkorlamaydi emas. Xitoy maqsadli o'rlashtiradi bu ishlarni. Maqsadli davoni xunuklashtirish, sizni manqurtlashtirish, Xitoyning tarafidan nima deb sizni setib ayadi. Yağalarını, tuqqanlarınızı yoki 5-2sini qo'yib berib yoki bo'lmasa sizga voy deb bir mukofotdan 5-3 ming dollarni berib qo'yib, ana deganda sizni mangulik azobga, mangulik vijdoningizning azobini tatadigangacha nima qilib qo'ydi. Uni keyin xalqingizning axlab bo'lolmaysiz. Hozir xalqning g'azabi teshib, mushtabda Xitoyni ko'rsash, chaynab purkitayotgandek bo'lib turayotgan vaziyatning o'zi siz qopab Xitoy bilan o'tirib tomoqni xavo deb o'shada bir ashuladan bir dasturxonda o'tirib qo'pishingizni o'zi ana keyin nima bo'ldi deganda anamdan keyin xalqning g'azabiga badduosi qilasiz. Anamdan keyin rasmingiz oshkorlab ketgandan keyin bir yerda kuchli ushlab qolsa yuzingizga tukirib qo'ydi. Xitoyning tarafidan olgan munofiq degan nimaga qolasiz? Uning uchun o'zimizni ayaylar qarindoshlar. Xitoyning hamda sizlar kichik hozir o bolalar 23-24 yoshlarda bosizlar. Ayadagi tuqqanlar hozircha kirmagan bo'lsa Xitoy ekkirdi. Chunki Xitoyning maqsadi jinim fikrlarim butun Sharq Turkistondagi xalqni yo'q qilish, o'tirib tugutish bu bir. Ikkinchi, uni tugutib bo'lmay hozir erkin harakat qila oladigan shu sizlar bilan biz vatan sirida turib, mana erkin hozir o'zimizning kanallarda, ijtimoiy uchur vositalarida Xitoy tajovuzlari qo'lingda tat, sen xalqni sen o'tirib tugutanmaysa, o xalq qilgan zulmingning hisobini birma-bir olamiz biz, Allohning izni bilan olamiz deb biz xitob qila olamiz bu yerda qarindoshlar. Uning uchun bizdek xitob qiladigan, bizdek ijtimoiy uchur vositalar olsun yoki matbuotlarda olsun yoki o'zimizning ovozlarini, nidosini anglatish Xitoy undan beharam bo'ladi. Uning uchun mushu yo'llarni qamal qilish uchun qanday qiladi degan oyatini yo'qitib bo'la olmay turib siz bilan bizga qara qo'llansangiz ba'zilarini selavadi da endi.
Mayli Türkiye'de olsun, mayli telefon arkalı olsun, qoğutuş olsun, ata-anasının görevli, uruk-tuqqanların görevli olsun, her xil şekildeki işlarni erkin Asiyada olsun, başqalarda qarindoshlar. Demek nima deganda, bu Xitoy tajovuzlari har xil yili mikrni davomlashtirib mavdi. Hattoki ertagun sal yamal biz kuchlanib ketib qolsak, Chonchuangoni etib birdi bizga rostab tikil deysiz. Etib bo'lsa Chonchuangodan birini o'tirib bo'lsa, voy Xitoy o'zining adamini sotib oldi, voy Xitoy ham yumshoq qoldiga o'xshaydi deb qolsak, vaqtdan oldingan bo'lamiz qarindoshlar. U Xitoy tajovuzlari etib bermaydi, uni biz o'zimizning qo'limiz bilan darg'asgan vaqtimizda u yerda Xitoyning hech qaysi qolmaydi. Asta ular ko'z qanday chegan bo'lsa, poyezdning ustidan haydasak bo'lmay minib bo'lsa mishkitda o'zining yurtiga. Chunki ular u yurtning, u vatanning o'zing emasligini biladi. U Xitoyning askariy kuchi bilan, harbiy kuchi bilan turayotganligini o'zi tuyib turug'liq qarindoshlar. Shu Xitoy nurg'un pul bilan o'zining Xitoylarga ya nurg'un imtiyozlar bilan, nurg'un ta'minotlar bilan kirib o'rlashtiryapti. Agar u ta'minotlar bo'lmasa Xitoy hech kun turmaydi. Ammo u ta'minot bilanmi, kirgan bilanmi shunday tring qilib bir yerdan bir o'qning yantu ovozi chiqib qolsa Xitoy u dul kelgan shu aqlda qirmay qochib ketdi. Uning uchun qarindoshlar, sizlar bu yerdagi mayli iftor ziyofati bo'lsin, mayli har xil shaklda Xitoyning elchixonasi yoki bo'lmasa tijoratlar birlashmasi qilayotgan har xil faoliyatlarga chek-chegaranglar aranglar. O'zinglar bana qilib ya yupurilib telefoningni almashtirib o'tinglar. Yoki bo'lmasa boshqa shakldagi ishlardan asta nima qilib bana sabab ko'rsatib nima qilinglar. Men qatnashsam, mening tuqqanlarimga bunday nima qilib qolarmi, foydasi bo'larmi? Yo'q. O foydasidan aksicha Xitoy sizni vayron qilyapti. Tuqqaningizni vayron qilyapti sizni. Siz qanday bo'ladi deganda, ham munofiq degan nomga ega bo'lib qolasiz, ham yaxshi nom atoqqa ega bo'lolmaysiz, xalqingiz tarafidan xorlanasiz, tillanasiz, nafratga uchraysiz. Xitoyning uchun o'zi bit ajatxon ishlatgan tasliq qog'ozlar ko'maydi sizda. Uning uchun g'ururimiz bilan, iymonimiz bilan yashaylik. Bu bir sinaq. Inshaalloh bundan o'tib ketamiz. Uning uchun ular bilan hamnafas bo'lish, ular bilan o'tirib qo'pash nima bo'lmaydi. Ammo ko'ryapsizlar, ishkirdan kelgan Xitoylar, sayohat kelgan Xitoylarmi, agar sizning sayohat Uyg'ur yoshning acha sayohat yetakchi bo'lib qolgan bilib qolsa, mani ishlatmayman deb sizni ishlatmaydi. Shunchalik darajada. Demak, Xitoyning bir ichkiridan kelgan sizni uzoqdan ko'rib boqmagan nima, Xitoyning hukumatining sizni qorlashi bilan, o terrorist Uyg'urdagi eski o bu degan gapi bilan kelib, vataniga sodiq bo'lib, sizni boshqa bir yurtda ishlayapsizmi, ishlash huquqingizni uchun bermayapti. Buning uchun siz bu dushmaningizni aniq tunishingiz kerak. Dushmaningiz bilan chek-chegarangizni arashingiz kerak. Dushmaningizga g'azab nafratingizni aniq qo'yish kerak. Unda bo'lmasa sukut turishingiz yoki bo'lmasa uning bilan hamnafas bo'laman. Men buning bilan nima bo'laman, bu chaqaga yerga boraman. Xizmat tepib ishlash u boshqa ish. Boshqa yerda. Ammo ular bilan appoq-chappoq bo'lib, o'zingizning vataningizning mushta bo'layotgan, iftor qilinmayotgan, Ramazon chekinayotgan bir sharoitda Xitoy tajovuzlari sizga bu yerda boshqa davlatlarda sizga yaxshi chaqilib, men maliga iftor beradim deganning o'zi nima deganda, iftorni va Ramazonni suiiste'mol qilib turib, sizning da'voringizni va sizni xunuklaştirishni maqsad qilayotganligini aniq tushunishingiz lozim. Uning uchun qarindoshlar, bu yerdan biz bağal qarindoshlarimizni samimiy nasihat bilan ularni bag'rimizga bosili. Ular bizning avlodimiz, ular bizningki, ular kichik, ular nadon, ammo u nadonlimi qarindoshlarimizni kallasini silkib ketish kerak. Men nadondim, men kichikdim deb berib, u Xitoy tajovuzlarining har xil hiyla mikrlarga tushib ketishdan saqlanish kerak qarindoshlar. Agar unda bo'lmagan vaqt nima deganda, sizni bizga qasddan bir-birimizga urib, bir-birimizga so'qqa soldirdi. Sizning dushmaningiz o'zingizning millat emas. Sizning dushmaningiz sizning zaminingizni ilib bo'lgan, sizning ota-onangizni go'ruga olgan, turmalarga, tarbiyalash lagerlariga akirib xo'rlayotgan, ichki a'zolarni ilib setayotgan shu Xitoy tajovuzlari ekanligini unutib qolmasligingiz kerak. Hozir mana normal
siz bilen biz alakamızda mı kurak kılalık? İnsanның müşta uçural terakkikan 21. asırda biz normal olan bir telefon alakasında mı çok mahrum yaşavatırız. Onun için arkadaşlar her birimiz Xitay tecavüzlerinin nimiş kılıvatkanlığını, nimiş kılmakçı bolganlygyny aýdy bilişimiz, aýdy sezişimiz, onun karşı tedbir ilişimiz, aýdy yüzümüz onun karşı duramysak mı, onundan çok ýalgan bäzi bir bana sebäpleri bilen onun bilen hem nefes buluşdun, onun bilen bir ýerde oturup gopap galyşdyn, onun çok işiği çabak çep galyşdyn, nazar edilsek bolady garindaşlar. Şuning üçin bunu eskertişine layık tapdyk. Meýli iftar ziyaret bolsun, bunundan kandak şekildeki faaliýetler bolsun, bir ýerge geçirip oýun şahsız bolsun, hiç kanda damagy düşmäňler. Şu ýerdeki üzanlaryň şu til alaýdylygy, üzanlaryň dairesi okuwatkan mektepdeki sawagdaşlaryňlyga Türk bolsun we başga milletlik sawagdaşlaryňlyga Şerq Türkistan zulümini anlatyşyny unutup kalmaňlar, ularga düşündirýärler. Sizler şu til alaýdygyňlar bilen hemmemizden oturga çykyp gidişiniň nimesi ýok, ama özümizden çevresindeki etrafymyzdaki meýli hoşlarımız olamdy, meýli sawagdaşlarymız olamdy, meýli ulanlaryň ata-analary olamdy. Ganak sorunda Şerq Türkistanyň zulümini bulawatkan, halkyň köräwatkan günni anlatsak näet ýaxşy bolady. Üzümüzü ýeňillep galymyz, biz hyzmat kılgan bolymyz. Onun üçün bu şekilde bir özümüzden işlerini elip maňsak, Xitay tejawüzlerinden her xil şekilde kılgan o nemelerge, kıltaklarga düşüp ketmeslikni, Beşiktaşda buladygan Şangalila digen o aşxanada, restoranda buladygan iftar ziyafetige katnaşmaslygyny tavsiye kılıp şunu soraýmyz, şunu her bireňlerge ukturup goýmyz. Ama bu şekilde her şekildeki bunundaki hizmetlerimizni, ügünüşlerimizni, munaýda uşýar boluşymyzyny, sizlerniň kelgüsi wetenimizden izbasarlary, kelgüsi wetenimizni kurup çykyrgıçy avangardlar sizler. Sizler hazırky çokum okuşaňyny ýaxşy okuňlar, çokum kesipňyny ýaxşy egelläňler. Türkiýedeki bir şaraýatda uniwersitetlarda her xil kesiplerde bilim egellep üzanlaryny kurallandyryňlar, lekin az bir iqtisadi sebeplik, ýa-da az bir korkunç sebeplik Xitaynyň her xil kıltaklarga desep sanmaňlar, näýet uşarlyklar, kadamaňlar, besaňlar, näýet ýaxşy akyllaryňlar, edelleriňlar, näýet ýaxşy sizler üçin özüniň gulundan kilis ýardam kılgan nurgun akyllar, edelleriňlar ba, ular bilen alakalaşaňlar, ama bäzi bir ihtiýaç tüpeýlidin, turmuşdaki bäzi bir kynçylygymyz tüpeýlidin özümizden vicdany, imana hylap çykylşdyn. Allah sağolsun. Her bir anly Cenab-ı Allah tapşyryp, Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.